Xudodan sizga ham aytganingiz bo'lmaydi. Kelishtirib o'rtaga kelganda Matizda barakat toping. Lekin opa yaxshi narsa qildi. Ozroq 200 kam so'rab cho'tsa qo'shinlarga ketyapti. Baravar bo'lyapti. Baravar qilganga baravar so'radim. Bu Matiz kimdan ekan aka? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, yo'lmisizdanmi? Charchamas bu narx navosini ayting qani buni, kerak buni. 2005-yil aka. 2005-yil. Nima qoladi? Bundan arzon yo'q-ku. Yo'q, qo'ydik aka. 13 ga ham chiqyapti. Bundayroq kraskasi bor, fonli kraskalash uchun 18 da beramiz. 13 ga bundayroq qo'shadi 500. Yo'q, yo'q. 20 ganingiz 25 deganda aka 18 ga ham qo'yapti, 12 ga ham qo'yapmiz aka. Endi aka yili ham bor, 13 aka yili. Yo, bildim. Arzonroq ayting, kraska ham bor-da. Kraska bor. Quruq qimmat aytib, hozir mashin internetda variant ko'p-da. Arzonroq ayting, sizga mashinangizga qiziqib bir telefon qilsin. Quruq qolib ketmasin video jalsa. Assalomu alaykum, hurmatli Avto Hovli YouTube kanalini kuzatuvchi, obunachilar, kuzatuvchilar. Mana bugun Chiroqchi mashina bozoriga yetib keldik. Atroflarni aylantirib ko'rsating. Matizlardan birin arzon qimmat hammasini olib boramiz. Bo'lsa biz boshladik. Kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldiringizlar. Qanday mashinalar, yili qanday? Hozir bundan keyin Cobalt'larga o'tamiz. 2014-2015 deb so'ragan kommentariyada arzonroqlardan bo'ladi. Hozir Matiz Partiya, Spark'ni oldik. Kim qayerdan kuzatyapti, u bizga qiziq. Kommentarga yozib qoldiringizlar, qo'llab-quvvatlab, like bosingizlar. Kerakli ma'lumotlar bizning kanalda chiqaveradi. To'xtash yo'q. Ketdik. Bu ham Matizlar qanday ekan? Tog'amiz qani? Tog'a, assalomu alaykum. Buni narx navosini ayting, boshladik Matiz Partiyaga. Zo'rmisiz? 40 million deyapsiz. Yili nechi buning? 17. Oxirgi 17, 40 million deyapsiz. Probeg qanday? Probeg 100 ming. Probeg 100 ming. Kraskachi? Kraska toza. Radno ya? Ha, radno. Nechiga bermadingiz, necha qilyapti? 34,5 ga bilmayman. 34,5 ga? 36 oxiri. Oxiri narxi. Kraskalar radno dedingiz a? Sustainallar yaxshi, qarab mana ko'p poliklar qo'yilgan. 17. Motorda ashkalar qanday, tog'a? Balon sustainallari 50%, 40%. Realni aytamiz, xafa bo'lmaysiz, tog'a. Ochiqcha, borini bordek ko'radi, orqasi ishroq ekan. Bu nimada buni yoqilg'i turi, tog'a? Benzinda ekan. Buni nechi qolyapti o'rtada, tog'a? 1,5 million qolyapti. Hech qancha qolmabdi-ku. 34 ga qo'yib beray buni. Nomerda aytib tizlatib sotaylik buni. 5 ton. 35 ga sotamiz buni. Nomerda ayting, tog'a. 88 lik 802 86 66. Buni keyin bo'lib to'lashlarga qanday? Yo'q, bo'lib to'lash. Faqat ishtira. Generalni? Generalni chiqardi. Mashina qayerdiki? Sharsabzniki. Bo'ldi, tog'a, charchamayman, savdangiz bersin. Bu Matiz kimdan ekan? Assalomu alaykum. Rais baxshimiz. Kecha hafta ham chiqmabsiz sizga. Bo'lmisiz? Mazangizmi? Narx navosini ayting buni aka. Arzonroq ayting, sotaylik buni. Yili nechi? Bu 2005-yil. 2005. Radni ikkita karneza kraskasi bor. 2005. Motor bo'lgan, ходовой polni bo'lgan, xullas minishga ishi yo'q. Probeg qanday? Probeg 218 ming bo'ldi. 218. 2005 deyapsiz. Buni yilini arzonroq ayting aka. Endi yili ham bor. Shuning uchun sotaylik buni. 23 ga menman oxiri 25 bo'lsa beraman. Mashina olgan odam baraka topib maza qilmayman. Mitani yangi. Ya buni aka endi real narxini sal bundayroq qilib aytmasangiz aka bo'lmaydi lekin metan temir metan, balonlar holati stabilni, yomon emas, zo'r emas, o'rta hol, qishgacha boradi. Mexanika. Buni 20 lar qanday aka? Bundayroq qo'yakdan sotaylik buni. 23 ga beriladi. Buni bisma nima deydi buni? Bu 3 talik. 3 talik prosta. Qara tomon hammasi led qilingan. Xullas minish kerak aka. Buni narxlar ko'ryapsiz aka, Sparklarni. Endi bu yerda aka avvalo sotib keting, hammaga aytyapman. Qimmatroq soting, omadingiz bersin. Endi bizlarda Mabodo degan joyida. Shuning uchun arzonroq aytsangiz, bir manfaatli bo'lsin, qurimini video olib, syomka qilganimizga jayrasiz soting buni. Aka, kecha hafta masalan 40 millionga degan odam, bermadim degan odam bugun 38 millionga sotib o'tiribdi. Yo'q, endi bunday narsa. Chiroyli ayting, tip beray buni. Sotsak, istamizga pul, sotmasak, tayimizga mashina aka. Shunday. Endi nima deydi? Bo'lsa sotamiz, egasi chiqsa sotamiz, bo'lmasa Tirikchilik. Yo'q, o'zimiznikimi? Kim nomiga? O'zimning nomiga. Xohlagan dokument bo'ladi. Oxiri shu bo'ynaga shu 25 dan bir nima o'tib beraman, erinmayman. Olgan odam maza qilmaydi. 23 22 bundayroq qo'ysangiz buni aniq sotiladi, tebadi. 23 ga bermadim.
to'g'risiga nima qilaman? Bir 500 qolyapti o'rtada. 500 bunday. Kelishamiz. Bo'ldi, nomerni ayting. Ha. Nomerni ayting. 97lik 97lik 637 637 76 67 76 67. 7. Ha, bo'ldi aka. Charchamanglar. Sog' bo'ling. Sog'dan bo'lsin bo'pti. Xo'sh. Aka damalar. Bu Matiz kimdan ekan aka? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, yo'lmisiz sizdanmi? Charchamaysiz, bu narx navosini ayting qani, teparak buni. 2005-yil aka. 2005-yil. Probik 300 ming. 300 ming yurgan, 340. Kraskalar qanday? Kraska aka. Avvahiya bor. Mayda-chuyda. Unchalik ko'p emas. Motori yaqinga bo'lgan. Motor yaqin, balonlar yaxshi. Xato bo'lgan yaqin. Buni bozor necha qildi aka? Necha deyapsiz? Bozor aka. Kartani ochib, realni aytsangiz, tez-tez Bozor hali qilgan yo'q aka, to'g'risi. Ha. Siz necha deyapsiz? Men 25 deyapman. Nechiga endi bundayroq? Aka 20 dan tushib aytavering, buni sotaylik. Ko'ryapsiz mana narx-navoni. Bozordan bozorga olib yursangiz rasxat. Yeysiz, ichasiz, mana arenda turish, chek pul shuncha tez sotsangiz, tez o'zingizga qulay almashtiring. Jazman bo'lsa keling. Necha 20 dan pastiga nechilar? Buganni ayting, mana shundan taqilgani oxiri deb. 20 dan 15 ga ham qo'ydik aka, 18 ga ham qo'yapmiz. 25, 22 deganlarni. Sotilsin deb qo'yapmiz. Aka, bu yerda avvalo qimmat soting, omadingizni bersin. 2005 aka. Mabodo degan joyda. Shuning uchun oxiri narxi mana shu narx. Bugani deb ayting bo'ldi. YouTube'ga qo'yamiz. Sotib keting avvalo. Bizga variant sizga. Arzonroq bo'lsin, bir eshitib aka telefon qilsin-da, qurib o'tib ketmasin. 22 boshqa narsa olaman demasin-da. Necha? 22 kilo bo'lsa beraman. Ya 18, 17 bunday qilib aytavering aka, buni sotaylik. Yili bor aka. Birinchi prostoy. Telefon qilsang aka. Kraskalar bor deyapsiz. Bor, ahvoh kraskasi bor aka. Men ham olganimga 1 yil bo'ldi. Deqqan o'zingizdan. 24 million oldim. Aka, endi-da, yo to'g'ri. 35 milliondan ziyod bo'lib ketdi. Ha, olgan narsa. Siz bilan meni aytganimga bo'lsa, bozorda ko'p narsa qilib taylaydik. Aytganimiz bo'lmayapti aka. Ketib boryapti, ko'ryapsiz. Minusga qarab. Shuning uchun sotish kerakdan yangilavering buni aka. Buni kimdir tirikchilik qiluvchi aka-ukalar bor. Mazza qilib baraka top minsin bundan. 18lar qanday? 18, 17 atrofida. Aka, dehqon bo'lsangiz sotavering. Buni 18 tur realni gap deting, ketadigan narxda aytyapman sizga. Hozir so'ragandan qurminada olib o'tirasiz-da. Mana 20 tur deganlarni aka 18 ga qo'yapmiz, 17 ga qo'yapmiz. Lekin bozorga 20 oxirida turibdi. Chunki savdolashyapti baribir. Bizlarda savdolashib bo'lmaydi. Shunday lekin. Chunki oxirini ayting, bir manfaatli bo'lsin-da, bir telefon qilsin. Narxingizga qiziqib. Qurib qolib ketmasin. Bo'ldi, 25 dan faqat nomi 17-18 ga kelishasiz aka 5 ton. 17-18 kelishasiz, telefonlashasiz. Nomerni ayting. 88 88lik 554 554 22 32. 22 32. Qayerdik mashina? Sharsabzi. Sharsabzika. Gen qanday? Nomiga xulosa yaxshida bir buvon nomiga edi. Men ham daverniska olganman. Yo, buvon nomida bo'lsa ham hozir aka gen Biriyanning katmani o'chyapti. Ochiqcha aytayin, endi 4 million 5 million hozir gaplashamiz. Katta pulda. Variant bersangiz sotish imkoniyati kattaroq bo'ladi-da. 5 million 4 million katta narsa, nimadir kamini qiladi. Bo'ladi. Ha, gaplashamiz bu bilan. Charchama, nomerni aytingiz-a? Aytdim. Bo'ldi, mayli. Aka, savdongiz bilsin, bo'pti, rahmat. Xo'sh. Matiz. Ketyapti. Qip qizildan qo'yib beray. Kimdan ekan bu? Matiz kimdan ekan? Kanalimiz nomi nima o'zi? Avtohovli. Bu kimdan ekan? Sizniki qo'ydik-a boya? Egasi yo'qmagan-a? Bu Matiz kimdan ekan, tog'a? Assalomu alaykum. Akalar, yaxshimisiz? Sizdanmi aka? Yo'q, biz ham ichida dam olyapti-ku. Aka ham dam olyapti. Bezovta qilmaylik. Bu kimdan ekan Matiz tog'a? Assalomu alaykum. Tog'a ham zo'rmisiz? Mazansiz. Aka zo'rmisiz. Narx-navosi qanday ekan bu tog'a? Bu narxni ayting, tiyib beray buni. Narx-navosini ayting, tiyib beray. Arzonroq qilib. 20 deyapmiz. 20 deyapmiz. Yili nechi? 2005. 2005. Kraskalar qanday? Kraska 30% bor. 30% bor, ha? Bozor necha so'rayapti aka buni? Nechiga bermayapsiz? Bozor 15 ga bermayapmiz. 15 ga bermayapsiz, ha? Kraskalar bor. Polnimi yo? Bor. Polnaymiz. Bor. Kraskalar bor. Buni 15 yaxshidan so'rabdi. Tog'a necha qolyapti o'rtada? 1-2 million. Ozroq qolyapti. 1 million.
2 million 3 million qolyapti. Buni TPR tog'a zinga soatni narx tushib boryapti. Kechagi narx bugunga to'g'ri kelmayapti. Shuning uchun olib bermang bozordan bozorga. Sotamiz. Men siz tarafdan mana shu videoga olyapmiz, bir manfaat ko'rib soting. Qutuling mashinadan. Prosta qimmat aytmang demoqchiman. Normal, bunday qimmat emas. Tikan pul bo'lyapti. Nechi pul aka bugani? 15 ga qo'ysak bo'ladimi? Yo'q, Endi beri sotib keting, 18 soating omadingiz bersin. Endi mabodo degan joyda bozordan sota olmay ketsa 9 na ko'pda. shunday. Ertaga shunarkan sota olmay qoladi. Shuning uchun arzonroq ayting. Uchiraveray. Bundan arzon yo'q-ku. Yo'q, qo'ydik aka. 13 ga ham chiqyapti, bundayroq kraskasi bor, polni kraskalar shuning uchun 18 da beramiz. 15 ga bundayroq qo'shadi 500. Yo'q, yo'q. Bermaganingizga. Bo'lmaydi. 16 ekanda oxiri 5 ton. Shunday. Nomerni ayting. 90lik, 90lik 898, 898 13 13 52. 52. Qayerlik mashina? Chiroqchi. Chiroqchi. O'zingiz diqqat ha. Ha. Probiklar 131 ming. endi probiklar endi aytib o'tmasam bo'ladi yiliga nisbatan. Yili necha dedingiz? 2005. 2005 deyapsiz. Balonlar, folotlar, arqa Oldi yangi bo'ladi. Oldi yaxshi ekan. Endi ochiqcha aytaman, sotolmaysiz tog'a. Realni bo'lganda. O'zi ham ko'rib oladidan baribir. Motorda qanday? Motor yog' yemaydi. Ashibkasi yo'q ha? Yo'q. Nomer. Keyin qanday aka? Keyin chiqar. Keyin chiqadi. Pulim kamroq deyuvchilarga ozroq Shunday. bir oy, Kelishamiz uni ham. qo'yim sotaman, tonam sotaman. Kelishamiz. Bo'ldi aka, charchamang. Mayli. Savdoningiz bo'lsin. Mayli. Matiz. Mayli, Matiz ham qo'yaylik. Mashina yaxshi narsa ekan. Bu Matiz kimdan ekan, akalar? Narxini ayting buni, rais bu sizdanmi? Zo'rmisiz, charchamayapsizmi? Mazangiz zo'rmi? Buni tiyib yo'q qilib beray aka, buni olib bermang, satam bu. Mayli aka. 30 million deyapsiz. Yili necha ekan? Ma'lumotni bering boshdan. 13 aka yili. 13. 30 million deyapsiz. Probik qanday? Probik 215 ming yurgan. Kraskalarchi? Kraska ag'bag'i pitnolar bor. Oldi tarpidani ol, bo'ldi. Arqadan eshik ochdagin chiroyli qilib, keyin arqa bilan oldidan balonlarni aylantir. Ko'rsin hamma. Ha, buni aka 2013 yili Aha. 215 ming yurgan. 215 ming yurgan. Ha, ag'bag'iga bor, oldi arqa butun. Kraska bor. Necha foizini realni aytayapti. Bari ko'rib tekshirib ola, ochiqcha ayting. Endi real. Olni kraskani ham klinti bor aka. 30%, 40% bo'lishi mumkin aka. Aha, elegant diskalar qo'yilgan. Elegant diskachalar bor. 30 million deyapman. Kam Bozor necha qildi? Bozor aka endi bunday. 25 qildi. Shu 25 dan sal o'tsa beraman. Ya, bunday raqib beravering aka. Hozir mana 25 deganda aka 18 ga ham qo'yapmiz, 17 ga ham qo'yapmiz aka. Endi aka yili ham bor, 13 aka yili. Ya, bildim. Arzonroq ayting, kraska ham bor-da aka. Kraska bor, lekin bor. Kraska ham hozir muammo bo'lyapti, ko'ryapsiz. Buni oxiri narxi mana shuncha deng. Buni sotay bir manfaat. Oxiri bo'lsa aka 26 bo'lsa beriladi. Mana Bo'lgani. Bugan ha, kim bo'lsa olsin mana. 26 bo'lsa mana beriladi. Men 22, 23 bundayroq deyapman. Ya 22, 23 aka Avvalo kam. sotib keting aka. 2013 yili aka. Yili ham baland aka. Avvalo sotib keting aka. Omadingiz Kim olsa baraka topar aka mana. Maza qilib biz mana. aka Mabodo degan joydan variant sizga. Bozordan sotib keting. Bir arzonroq ayting, bir eshitib telefon qilsin. Shu 30 dedim aka, mana 30 dan shu 30 berdim aka. 26 qilib beraman oxir mana bironta kim olsa maza qilib mina aka. Xullas 25 dan bundayroq pastiga so'rang. Ya 25 dan pasti sal past aka. Yo, pastlik qilmaydi aka. Buni bundayda. Olib yurganingiz bilan aka foydasi yo'q-da. Shunday. Bozor ko'tarmaydi narx aytganingiz bilan. Shuning uchun sotaydan bundan qutuling, buni sotib boshqa ishni qiling. Soqqani aka. Ha, bugungi bozor ertangi bozorga to'g'ri kelmayapti aka. Bugun 26 dan ham aka, yana ham kelishtirib beraman aka. Ya 20 ta 23 ga kelishasiz, bir 5 tongdagi nomerda ayting, telefonlashadi, muomalani qiladi. 70lik aka, 125 125 1297 aka. 1297. Keyin qanday? Keyin chiqadi aka. Keyin chiqadi. Pulim kamroq deganlarga qanday? Pulim kamroq qilganlarga endi bilmadim aka. Pul kerak. Mabodo endi narxga yaxshi bo'lardi aka. Bu yer qishloq sharoitda, birov tonasi bor, birovda u yerdan keladigan joyi bor puli. Shunday, endi uzoq bir hafta, 2 haftalar kutishim mumkin aka. aka. Ekansizda, pamoy. Bir oylarga ham bo'lishi mumkin aka, o'shanga aka. Bo'ldi. Nomerni aytdingiz-a? Nomerda aytdim aka. Bo'ldi, charchamang aka. Mayli aka. Bo'pti, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Mayli. Yana Matiz qayerda? Mana delfin. He, mana oqni qo'yib beray bisni. Har xildan bo'lsin. Bu Matiz kimdan ekan, akalar? Opa, bu narxini ayting. Assalomu alaykum. Yili necha ekan? Yili arzonroq ayting opa, shunga gapiramiz. Arzonroq ayting. Yilini boshida ma'lumotini bering. Yili 10. Aha. Lux diskansioner. Aha, probik 150 dan o'tgan. kraska Kraska bor chaqa chuqalari. bozor necha qildi, nechaga bermadingiz?
29 ga bermayapman. Necha deb aytyapsiz? 35 deb turibman. 29. Kraska qanday? Kraska bor, Bor, ha? badanida bor. Yili necha dedingiz? Udari yo'q mashina. Yili? Yili 10. Yiliga nisbatan siz arzonroq ayting, opa buni sotaylik buni. Kelishtirib beraman. 29 bermayapman. Lekin hozir 25 ga ham qo'ydik. To'g'ri. 13larni. To'g'ri, bor. Bitta buniki oldi kirlasida fitnasi bor. Arzonroq aytsam bunday edi, opa, menga omadingiz bersin. Avvalo soating qimmatroq. Prosta mana olganga yarasha bir arzon ayting, ketsin demoqchiman-da, bir manfaat ko'ring bizlardan. Qimmat olganman-da, endi arzon bera olmayman. Ya siz bilan meni aytganimga bo'lsa ko'p ish bo'lyapti-da, men kecha O'sha 200 millionga olgan jintralarni xola 130 millionga sotilmay o'tiribdi-da. to'g'ri. Narxni ko'ryapsiz-da, endi bozorga qaramasangiz, qo'shsa beraman. bozorga qaramasangiz sotolmaysizda. 5 ta bopa 5. 5 bu. 25, 26, 27 bunday raqam taylang opa, buni Yo'q, sotaylik. yo'q, naq klientim o'tiribdi. Mana shular oluvchilarim. 29 ga naq so'rab turishdi. 29 bo'lsa yaxshi qilibdi-ku, bir 500 turist qo'shtirib berib yuboring bo'lmasa. Aytyapman, qo'shinglar deyapman bir. Aka kim olaman deyapti. Mana shu mana aka ukalar yana bir ikki. Sizni so'rang, bu yoqqa kengdagin beradi opa. Hech qancha qolmabdi o'rtada. Hech qancha qolmabdi o'rtada. Sizmi? 29 so'radi. Mang zo'rmisiz? Mazangiz zo'rmi? Bosib yuboring opa, lekin yaxshi narx qilibdi. Men o'rtadagi odamman. Sotaman dedim. Yo, Mayli opa, 29 ga qo'shsin olsin. Opa, bitta moshindan qarang. Mana 5 kun bo'ldi, polni qilib chiqqanman. Propan qo'yganman elektronika. Aka, opa bunday gap eshitding, mayli. Omadingiz bersin. Amortizator qilganman. Men bunday opa, buni soting demoqchiman-da. Buni olib o'tirmang demoqchiman. 8 million damazga xarajat qilib 12 millionga qo'ydik-da, 8 million matar qildim deyapti. Sotmasam yana minib yuraman uka. Mashina. Ya, hech qancha qolmabdi demoqchiman-da o'rtada. Siz necha deyapsiz? O'sha ham menga pulda, mana ham bola Opa 30 deyapti. 29 dan 200 ming xayriga o'tib bering. Shunday. Yaxshi narx hech qancha qolmabdi deyin, Ertalabdan beri so'rashib yotibdi. Bera olmay o'tiribman shuni. Surishadigan narx qolmabdi, yaxshi narx. Motorlarni qilmaganimda ham edi, mayli berardim. Yili necha opa buni yili? Motorga kamida 5 million. Xayriga o'tmaydi, 29 o'ziga bosib yuboring. Yo'q, qo'shsin olsin mayli. Yili qancha yili? 10 yil. 10 deyapti. Tayyor mashina bu. Bo'lgan tayyor. Realni necha aka deb. Shu sutda aytib, bir so'm ham qo'shmayman opa. Opa ham bundayda realni ayting bo'ldi. Bu o'rtada seni ichimdan minto, men ichimdan. Yarim qism bo'ldi. Ha, shunday kartani oching, tamom. Tushmayman boshqa yarim bo'ldi. bo'lsa beraman. Mayli 30 ham demayman. 30 million pulimiz bor. 8,5 million deganda 500 qo'shib yubordik bizlar. Bizlar o'zi qo'shib shu yerga keldik. 300 qo'shib yubordik. 28 dan 800 bo'ldimi? Opa yaxshi narx qilibdi. Bir hozir bunday raqamdagin sotib yuboring buni. Men siz tomondan opa, menga bu yerda planim bor. mana mashinalar sotilish tarafdorimizda. Sotaman deb kelganman. Mayli o'shandan ham 500 o'tib beray, olsin, baraka topsin shular. Opajon bundayda hamma narsaning 5 yil bosib haydab yuradi. hamma narsaning xayri barakasi bor-da. To'g'ri. Oyoq tiramangdagi bu yerga men dangal kelyapti. Qilmaganimda berardim. Motor qilib chiqdim uka. Kamida 5 million pul ketdi bunga. Ya'ni narx-navo ham bor-da, bozorning qonun qoidasi, liberatsiyasi ham bor-da. Sotmayapman, men o'zim narxini aytib Opa. qo'yapman. Berib yuboring. Dangal, real siz tomonda bo'lyapman-da. Tushundim. Zo'r narx bo'ldi hozir, zo'r narx bo'ldi. Hozir bular ham yomon narx qilmayapti. Ya, mana bu hozir qo'yildi-da narx-navolar. Hozir zo'r narx qildingiz. Yo'q, yomon demayapman uka, yaxshi qilishyapti bular. Mayli 30 bermasin, o'shandan 500 o'tib beray, 29 ga 29 Opa. chiqqan joydan 500 chiqmaydi. Zato Ya, bu yerga menda pulim kam deyapti-da, bu yerga. bir lag'ari chiqib ketgan mashina bizga ekan berib olsam. Motorlar qilingan deyapsiz. 5 kun bo'ldi bo'lganiga, hali olib ketganda turibdi. Motor yoqtirmaytirmaydi. Motor bo'lgan deyapman, 5 kun bo'ldi deb aytdi. Ha, hali olib ketganda turibdi. Tarobga, marob hech qanday biron joyda aybi bo'lsa, mayli, men o'zim shuni qilib beraman. Uka, xarajatim bo'lmaganda aytgan narxingizga berardim. Metanmi? Propan elektronika. Xullas aka 29 million taqalganingizdek, to'g'rimi? 29 million bo'lsa labzimdan qaytmayman. Yo'q, Opa soting. gapingiz ertalabdan beri aytyapsiz uka, mana generalni endi generalniy desangiz ham beraman. qo'lamanda. Oldi farqi yo'q, qanaqa dokument desangiz qilib beraman. Uka, bering to'g'ri. Opa. 29 chiqqan joydan 500 chiqmayapti. Men ham ayol kishiman, bir xarajat qildim, mana shunga olgan odam. Siz necha deb aytyapsiz, aytishingiz? Necha? 35 deb o'tiribman. 200 ming so'm to'liq so'm qilding. 5,5 million o'tib beryapman sizlarga. 29 million so'radim aka. Labzimdan qaytmayman. Yili ham bor, yili 10 bo'lsa, mashina bir so'm xarajat qilmaysiz, na xadovoy qilasiz, na motor qilasiz, faqat chiroyli minib yurasiz.
Hayır, salonlarni ham ko'ring. Aka bunday qarang, men ham siz tomonda emas, opa tomonda emas. Realni ayting, savdoni qiling. Opani ham aytgan bo'lmaydi, savdoni sizni ham aytganingiz bo'lmaydi. Kelishtirib o'rtaga kengindanda Matizda barakat toping. Lekin opa yaxshi narx qildi, ozroq 200 kam ko'ngilda so'rab cho'ttisa berdi. qo'shnilarga ketyapti. 200 Baravar qilganga baravar so'radim men. Men o'zi 30 million pulim bor, yozam bu yerdan qilib, pulim shunga yetadi. Opa bittaga men ayol kishi 100 qo'shadi aka, yo'l kira, pul kira, yeyish ichishingiz bilan bo'ldi. Shunday KPRing bo'ldi. Hech qancha qolmayapti. Prosta erkak kishi uchun 100 ming hech narsa emas, o'tirib yeb ichib beradi. Prosta o'tirmang deyapman. Yo'q, yo'q, yo'q. 30dan ham o'tib beryapman. Qarang, mayli, savdolaringizni bersin. Nomerni ayting. Nomer 91lik 453 8007. 8007. Generalni qanday? Chiqadi General chiqadi. Pulim kamroq deganlarga Bo'ldi, shu narxga beraman 29 bo'ldi. yarim. Mayli, opa charchamang, savdoningiz bersin. Matiz. Mana Matiz kimdan ekan? Qaysisi? Sparkni oldik-ku bu tomon hammasini. Qaysini? Metali boy yo'q ekan-siz, tog'a. Kim? Buni qo'ydik boya, aka aytdi-ku. Qo'ydik nomeri bilan. Bo'pti. Qaysisi? Matiz. Nima? Labon. Yo'q, Laboga kelamiz. Abidga cherdi aka. Bir parcha u yoqqa o'tamiz. Matiz. Voy. Aka bu kimdan ekan? Egasi yo'q edi. Aka, sal pasaytirib turing, salom. Buni qo'ydingmi-yo'qmi? Qo'yganingiz yo'qmi? Muzikani uchun avtorskiy tushib qolibdi kanalga. Narxini ayting. Narxi 27 deyapman aka. 27. Yili nechi? 2007 aka. Kraska qanday? Chaqa-chuqalari bor, lekin onlar arqa butun. Probek. Probeklikni bilmayman aka. Ha, endi bular aka. Yili nechi dedingiz? 2007 aka. 2007. Narxini nechi deyapsiz? Nechiga bermadingiz? 25 ga berganim yo'q aka. Oxiri 26 bo'lsa beraman. 27 deb aytyapsizmi? O'zi aka sal tashlab ayting. Narxlar lekin yaxshi qo'yapti, arzonroq. Tushunolman lekin aka. 18 ga ham qo'yilyapti, 17 ga ham qo'yilyapti. Narxini sal prosta aka bundayda, bu olganga yarasha sotilsin demoqchiman. Bizlarga qimmat soting mayli, omadingizni bersin. Lekin aka endi xarajatda ham bo'ladi. arzonroq aytsangiz prosta manfaat tegsin bizlardan sizga. Bu yerda bunday aka, bozorda bir 5 million, 6 million qo'shib aytasiz. Chunki savdo bo'ladi. Bizlarda savdo bo'lmaydi aka. Narxi chust qilsa, telefon qiladi. Qimmat bo'lsa, bundan boshqa narsa ko'raman. Shuning uchun arzonroq ayting, qiziqsin mashinangizga. Oxiri 25,5 beraman aka bo'lsa shu. 22, 23 mundayroq ayting aka, buni tip beray, buni olib bermang bozorga. Kimning nomida? Tirikchilikmi? O'zimizdanmi ya? Generalni qanday? Generalni bo'ladi. Bo'lib to'lashgacha ozroq. Yo'q. Tog'im sotaman, qo'chqarim sotaman, bir Diqqatchilikda endi o'zimizda ko'proq. Navorot bo'lgan aka. Navorot 906 mezgali bor aka. Habida signalchalar mana aka. Rullar qo'yilgan. Rullar. Balon holatlari, balonlarni olib chiqing, balonlarni. To'r balon past. Motorda qanday ashibkalar? Motor, korobka, hadovoy uda. Ular taqalgani 25. Shundaymi? Taqalgani. 25,5. Ya 25 ekanda, endi aka avvalo ko'rib savdolash yo'qsa bo'ladi. Siz bilan men aytganim bo'lsa ko'p ish qilib beraydik. Prosta qo'yamiz shuni. Telefon qilib kelishaveradi, muomalasini qilib. Shundaymi? 25 dan bo'ldi. Nomerni ayting. 90lik. 90lik 922 922 7002 aka. 7002. Qayerdagi mashin? Sharsabzniki. Bo'ldi aka, charchamang. Savdoningiz bersin, mayli. Yana qaysi Matiz qoldi? Qizilda olmadik-da boya. Tog'a, buni narx-navosini. Assalomu alaykum. Sizdanmi, kimdan ekan? Zo'rmisiz? Narxini ayting, boya yo'q ekansiz boya. Ha, narxini. Narxini ayting, tog'a buni. 27,5 deyapman. 27,5 deyapsiz. Yili necha ekan? 2009. 2009. Probek? Probek endi yangi nima qo'yilganda. Ha, tablo qo'yilgan. Tablo qo'yilgan endi o'zi 130, endi 91 turibdi-da. Kraskalar qanday? Kraska lotka sepilgan baqa. Ha, orqaga? Yon lotka sepilgan. Ha, bu lotkaga. Radni. Oldi qanday? Oldilar butunmi? Oldi orqa butun. Necha deyapsiz? Nechiga bermadingiz? 23,5 bermadi. Aha. 27 deyapsiz. 27,5 turibdi. Nechi qolyapti? 1,500,000 o'rtada. Probek tablo o'chgan.
Shunday ichlarini bo'ldi, tablasi almashgan ekan. Nechi qolyapti o'rtada? 25 bo'lsa beramiz. Oxiri. Xo'sh, gen chiqadi bemalol. Metanlar urilgan hammasi dokumentlari. Buni aka yili bor aka. Keyin kraskalari bor. Shunga qarab narx aytingda. Mana bozorda mayli bir 4-5 million qo'shib ayting, savdosi bo'ladi. Lekin bizlarda savdosi bo'lmaydi. Oxirini ayting, telefon qilsin, qiziqsin mashinangizga. Qora qimmat aytib, hozir mashin internetda variant ko'p-da. Azroq ayting, sizga mashinangizga qiziqib bir telefon qilsin. Qora qolib ketmasin, video jalka bo'ldi. 23,5 hamma o'shani qilib. Hozir so'roqdi. 20 kerakdi uyda aytuvdi. Aka, lekin hozir 25-26 deganda 17-18 ga ham qo'yapmiz-da. Shuning uchun sal arzonroq ayting, buni sotaylik. Narx-navoni ko'ryapsiz aka. Buni olib yurmangda bozordan bo'lsa. Aka, kechagi bozor bugunga to'g'ri kelmayapti, bugun ertanga tashlab boryapti, ko'ryapsiz. Shuning uchun soting 4-5 million yo 1 million, 2 million 500 ming betiga qaramay, ishtiqing aylantiring. Telefon qilishdan qani? 20 dan pastiga qanday? 20 dan. Taqalgani 20 xullas. 20 dan balandroq. Necha? Ko'ngilda ayting aka, yurakdagini ayting. Ikkovimiz ham qora bunday demaylik, arzonroq ayting, telefon qilsin. Soting buni. Yo'q, kerak bo'lmasa buni. Ha. Bu bozordagidek narx aytmangda, bu yerga arzon aytib, oxirini aytsangiz telefon qiladi. Xo'sh, 23 bo'lsa qo'ysa bo'ladi. 23 dan tushasiz aka, 21, 22 o'rta atrofida Avtohol YouTube kanalidan kelsa, telefon qilsa 21-22 o'rtasida bunday qilib berasiz aka. Yo'qsa endi ko'radi avvalo, siz bilan men aytgan bo'lmaydi. Res qarajat mashina. Nomerni ayting. 97 lik. 97 lik. 386 386 0220. 0220. Keyin pulim kamera deganlar qanday? Beramiz, nima beramiz? Pulim kamera deganlarga bo'ladi. General? Mana bu. Generalni bo'ladi? Generalni bo'ladi 100%. Bo'ldi aka, charchamang. Nomerni aytdingiz? Nomerni. Bo'ldi aka, charchamang.